Good morning everybody. Salom barchaga. Bugun dushanba, xudo xolasa soat minlarimiz 6:30 bo'lyapti. Biz o'zimizni shiftimizni boshlaymiz. Videoga olayotganimga uni hindistonlik qarab turibdi, xuddiki bu bir boshqacha narsada 2026-yilga yetdik. Bu menimcha bir noodatiy holat bo'lmasligi kerak. Kimdir o'zini videoga olib ketayotgani. Xullas, videoni boshladik. Parking. Ona brat bilan ayoli ertalabki sayrga chiqishib yurgani. Xo'p, mana mashinadagi bilan kecha tanishdik. Belarusiyalik bratan ekan. Mana oxiridagi ko'rib turgan mashinani kecha obzor qildim. Agar xohlasalaring. Obzor ham 100% emas, to'g'risi. Chala sulpa yag'bag'ini ko'rsatib qo'ydim ichiga kirib. Xohlasalar Instagramdan ko'rishlaring mumkin. Mana bu bizning toychog'imiz. 21-yo'lakchada turibmiz. Bu parkingdan menga yoqqan joyi 3-4 fura chiqadi. Har bittasi qaysi biri oldinroq chiqib ketadigan bo'lsa, uni oldiroqqa qo'yadi. Ko'rib turganingizdek 6:20 da 6 da chiqib ketishgan. Qolganlar meniki 6:30 da chiqib ketishim tufayli oxiriga qo'yganman. Va undan tashqari shuni ham aytishim kerak, kecha mashitda osh qildik o'zbeklar bilan. Uni ham Instagram sahifamda qo'yganman, agar xohlasalaring ko'rishlaring mumkin. Xo'p, biz birinchi qiladigan ishimiz, buni qo'yishim kerak. Birinchi qiladigan ishimiz mashinani yurg'izamiz, xudo xolasa. Undan oldin bitta e'tiboringlarni qaratinglar. Qancha vaqtim bo'ldi? 40 soat 23 minut dam oldik, xudo xolasa. Boshladik. Havosi chiqib ketgan, albatta tingillaydi, asablarni buzadi, xafa bo'lmaysizlar. Boshladik. Mani taxografim ozgina boshqacharoq, qaranglar qanday boshlanadi. Okay, dezaman. Places dezaman. Begin place, Germany. İşte boshladi. Bunday qilib turib, mana turchaga qo'yib qo'yaman. O'sha ish boshlandi. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana 10 soat minishim mumkin. Bu haftaga 56 soat beribdi mingani. Va bugun soat kech payt 9 dan 44 minut o'tganda ishimizni tugatishimiz mumkin. Okay? Calculation.
Hozirgina mana ro'yxatni o'tkazib chiqdim. Endi biz kutishimiz kerak. Telefon raqamimni yozib qoldirdi. Qachonki bizni navbatimiz kelganda telefon qilishadi. Esa bizni trakimiz bu yerda. Eng qizig'i yomg'ir quyuvyapti. Shu yomg'irda endi men hozir orqani ochib yukni tushirishim kerak. Naqadar baxtli insonman a. Mana yukni ham tushirib oldik. Xudo xolasa keyingi yukni ham bizga berdi Frankfurt ichidan. Keyingi yukimiz Frankfurt ichidan olamiz va yana Germaniyani ichidan qatga tashirganmiz. Recklings ho degan joyga tashirganmiz. Bugunda o'zida bu degani yana yuklaymiz va yana tushiramiz. Qarang. 54 kilometrga borib yukni olamiz va 54 kilometrdan keyin 220 kilometr borib yukni tashirganmiz. Boradigan joyimiz soat 3 da bekitar ekan. Lekin soat millarimiz hozir 10:30 bo'ldi. Biz 1 soat maksimum 1,5 soatga yetib boramiz bu masofaga. Route calculation. Nonushta qilib olamiz. Soat millarimiz ham o'zi 1dan 19 o'tib ertalab choy ichganim yo'q. Obed qilamiz aniqrog'i. Nonushta qilmaymiz, obed. Ko'rib turishingiz mumkin mana zapravkalarda odamlar va traklar bu yerda. Qatga qo'ysak bo'ladi. Ishga qo'yamiz yengil. Yog'li yo bag'li qo'yishmayapti. O'rtaga bitta sig'armikan? Mana tomonga. Sig'maydi. Xo'p, biz dam olishimiz kerak. 45 daqiqalik. Nonushtani ham qilib bo'ldik, endi yana yo'lga qaytsak ham bo'laveradi. Shundan ketdik endi. Xo'p, nima tushib ketdi? Voy, suvda qaranglar to'kilganini. Anet nima ekan? Mana dong'oloq. Yo'l tekizmas ekan.
Bay bay. Ferm tegdi bor. Ketdik. Manzilga ham yetib keldim mana. Soat millarimiz 4dan 49 da o'tdi. Bitdan keyingi menimcha berkitib ketishdi shekilli edi. Menejerlar ham indagan yo'q, ular ham уже 4da ishini tugatib ketishgan bo'lish kerak. Vaqtdan qaytib olish bor eng qizig'i. 17da juda ham torga o'xshab turibdi. Kommentariyada ham ko'rdim, juda tor joy ekan deb yozishgan edi. Endi men hayronman. Yosh yerda kech payti qolaman. Mana shu Rescom kompaniyasiga kirishimiz kerak o'zi aslida. Aytdim bitta fura chiqsa kerak, agar mabodo ertaga mendan oldin kelib qolsa, lekin ertaga ertalab soat 5larda turib, 5 debman, uzrulloh. 7:30da turib, уже 8da kirishga harakat qilishim kerak. Уже berk bu. Mana shu kompaniyaga kelishimiz kerak. Rescom. Shu yerda qolaman shekilli. Iloji yo'q. Agar kuzatayotgan bo'lsalaring, so'nggi videolarimda 4ta 5tasida ingliz tili kursimiz haqida ma'lumot berib o'tyapman. Agar ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsalaring, aynan furachilar uchun moslashtirilgan ingliz tili kurs tayyorlaganman. Pastda silkasini qoldiraman, kirib ko'rishingiz mumkin. Individual tarzda o'rganish uchun juda ham mukammal ishlangan kurs hisoblanadi. Hech qanaqa o'quv markaziga borish shart emas. Shunchaki furangiz ichida, telefoningizda internet orqali shunchaki o'rganasiz. Bo'ldi. Har kunlik kerakli bo'ladigan vaziyatlarni men o'zim bilaman. Qanaqa vaziyatlarga duch kelishingizni va qanaqangi so'zlar sizga kerakligi, qanaqangi darslar sizga kerakligini men bilaman. Shuning uchun shunga mos keladigan kurslar tayyorlaganman. Kirib ko'ringlar, baho beringlar va o'zlaringizni rivojlantirishda davom etinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha